Assalomu alaykum aziz gulshoydalar, ashulalam kuzatuvchilari. Antyurum guli haqida sizlarga ma'lumot berib o'tmoqchiman. Antyurum gulining har xil sortlari bor, bilasizlar. Mana bu essential degan sorti qoraga tortgan, lekin qora emas, to'q bardoviga ham tortgan. To'q bardovi emas, keyin jigarrangga ham tortgan, lekin jigarrangga ham o'xshamaydi. Juda chiroyli chivit. Mana gullari ham, barglari ham katta bo'ladi. Hozir bu antyurumimiz bo'lish uchun ochgan edim. Endi to'liq boshdan oxirigacha olib bera olmadim. Mana bu joyda antyurumda ochganlaringda bu Gollandiyani guli. Biz pasportini ko'rsataman sizlarga. Oxirida video ham qo'yaman bu gulda qanaqaligi haqida. Mana bu pasporti. Gollandiyadan kelgan antyurumlarda o'zini pasporti bo'ladi. Mumkin emas. Quyoshga qo'yish. Aytyapti, bir haftada weekend, har haftada sug'oriladi, bir haftada sug'or deyapti. Mana bu 1x weekend bo'ladi inglizchasida. Keyin bir oyda bir marta o'g'itla deyapti. Misol gullagan payti mana kalifosfat bersangiz bo'ladi, gullamagan payti sulfat magniy bering. 25-18 gradus oralig'ida tursin deyapti. Shu go standart, davlat dunyo standarti bo'ladi. Shu standartlarga javob beradigan Amazon degan plantatsiyani guli Gollandiyadan keltirilgan. Xo'p, endi shu gulda hozir bo'lganimda shu joyda o'zi antyurumlarda Gollandiyanikida, Xitoynikida bilmayman, Xitoydagi esimda yo'q, lekin Gollandiyanikida hammasida shu joyda qum ildizi bo'ladi. Mana bu qismi ashittada flizilin bilan o'ralgan qismi bo'ladi. Antyurumlarda ko'p video darslik qilganman. Yaqinda ham chiqardim. Shu video darslikda bor, qadam olib tashlagan joylarim. Shu joyini olib tashlash kerak. Обязательно olib tashlasangiz, mana suv quyganingizda bu joy hali zich bo'lgan hisobiga suv to'planib turadi. Guldali gribok rivojlanib qolishi mumkin. Shu joyini olib tashlaysiz, mana bu joydagi ildizlari erkin nafas olib, gribok chiqishi qiyin bo'ladi. Mana ildizlari ko'rib turibsizlar, sog'lom, oppoq. Mana bu qora joylari tuproqdiki, nimasi mumkin emas. Xo'p, antyurum mana ko'rinishi ko'rsataman. Juda chiroyli. Xo'p, endi buni misol ertaga ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, agar mana bu joyda havo ildizlari bo'ladi. Mana ladendron sinapsislarda ko'rgansizlar, ularda tochkalar bo'ladi. Mana shu joydan mana bu joydan shuni kesib turib, suvga yoki keramzitli suvgami yoki to'fgami, kokosli to'fgami ekib, ozgina suv berib qo'ysalaring, inshaalloh ildiz orttirib olsalaring bo'ladi. Keyin yonidan ham ko'payadi. Mana shunaqa joylardan kesib ko'paytirib yuborsalaring bo'ladi bu antyurum gulini. Keyin ko'pchilik qiynaladi antyurum gulida. Bu namsevar gul, barglarini artib turasizlar, keyin yog'di, kraska, haliginaqa hidlarni yoqtirmaydi bu gul, antyurum guli. Keyin iloji boricha mana barglarda defekti yo'q, hamma yog'i sog'lom. Bu gulni olganlaridan keyin yangi sug'orishda bir oyda bir marta hech bo'lmasa fungitsid bilan обязательно tagiga qurigandan keyin sug'orib turinglar. Misol maksim daychik bo'lishi mumkin, fundazol bo'lishi mumkin. Yaxshi fungitsidlar bilan sug'orib qo'ysalaring, bargida manaqa jigarrangda oqib tushib ketmaydi. Keyin bilasizlar, Gollandiyani gullari sifatli bo'ladi, qimmatroq bo'ladi. Xitoydagi misol arzon, juda arzon yuradi, lekin Gollandiyaniki ancha qimmat bo'ladi, lekin puliga yarasha tez kasallikka chalinmaydi, chunki bular tabiiy ravishda gormonlarsiz, turli xil haliginaqa kuchli vosita, kimyoviy vositalarsiz o'stirilgan bo'ladi. O'shaning uchun bularda har bitta nimasida o'zini standartlarga javob beradigan sertifikatlari bo'ladi. Buni olish bilasizlar qiyin. Gollandiyani gullari o'zi tabiiy o'stirilgani uchun men juda ham yaxshi ko'raman, ham yaxshi o'sadi, shunisi bor. Mana hozir bitta flizilinchasi bor ekan. Olib tashalgan edi mana. Hozir flizilinda olayotganlaringda ichida tomiri yopishib qolishi mumkin. Bu ish nima qilmaydi? Yog'an tomirlar asosiysi. Xo'p, endi mana shu joydan ham ko'paytirib olsalaring bo'laveradi. Mana hozir bu gulimiz ham mana bu gulimiz ham netdan kesib turib ko'paytirib olsak bo'ladi. Hozir endi men buni kesmayman.
ko'paytirmoqchi emasman. Hozir ekaman buni chiroyli tuvaklarga. Keyin ekishda ham kokosli to'f o'zini surati bo'ladi. Buni sotuvda bor. Bemalol zakaz qilsalaring bo'ladi. Hozir bitta aralashib ketib qolgan. Bunaqa kokosli chipslar, perlit, kokosli to'f, ugl ozroq, vermikullit ozroq qo'shganman. Vermikullit shart emas-u, qo'shganman. Juda ham hali yengil hamda suvda tez shimitib yuboradigan, tez quritib yuboradigan to'f hisoblanadi. Shunga ekamiz endi. Ekib bir qator ichida sug'orib qo'yamiz. Xudo xolasa keyin qo'rqqanlar yarim teplичкаga olsalaring bo'ladi bir hafta yoki olmasalaring ham bo'ladi. Iloji boricha o'sha quyoshga qo'ymaysizlar. Yotoqxonalarga, misol aynalar, derazalar oldiga qo'ysalaring bo'ladi. Ma'lumotlarim foydali bo'ldi degan umiddaman. Yoqqan bo'lsa kanalimizga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Buni videosini sizlarga keyingi qismda ko'rsatib o'taman.